Tizim masalasi bo'yicha bir to'xtalib o'tsak. Mhm. Tizim deganingizda nimani nazarda tutyapsiz? Aytaylik, tizimsiz bilan tizimli korxonani farqi, tizimli korxonalarda ishchilar o'zini ishini biladi, vaqtida kelishadi, ketma-ketlik bo'ladi har doim va aytaylik, rahbarlar har bitta narsasiga aralashib o'tirmaydi. Kattaroq masalasini bir muammo bo'lib qolsa chiqishi mumkin. Tizimsiz kompaniyalarda CEOsi, ya'ni Chief Executive Officer, ya'ni har bitta masalaga aralashish shart bo'ladi. Moliyasiga ham, marketingiga ham, o'quvchilar kamayib ketsa ham, dars o'tish kerak bo'lsa ham dars o'taveradi. Ya'ni CEO aytaylik, pul olgandan keyin investordan oqlashim kerak deb tizimsiz harakatlanadi va o'quv markazi o'zi charchagandan keyin yurita olmasdan minusga kirib ketishi ham mumkin. Ya'ni tizimsizlik o'quv markazi sohasida minusga olib boradi.